Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga qo'shiqlarni yoki video klipdagi qisqa musiqalarni topishni o'rgataman. Buning uchun bizga Shazam kerak emas. Boshlashdan oldin shu videoga like, podpiska va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bundan keyin men sizlarga yangi videolarni chiqarishni o'rgataman. Qani biz ketdik. Bundan oldin bizga Google kerak bo'ladi. Google'ga kiramiz va bu yerdan Google'ga kirgandan so'ng bu yerdan tepadagi galozoyni bosamiz. Bu yerda siz qisqa videolardagi yoki kliplardagi qo'shiqlarni eshittirsangiz yoki o'zingiz jonli aytsangiz ham chiqaraveradi. Qani biz hozir isboti bilan ko'rsataman. Buning uchun biz xohlagan bir kanalga kiramiz yoki videoni bu kanalga eshittiramiz. Mana masalan Google'ga eshittiramiz bu joyga. Mana eshittiramiz. Boshqatdan eshittiramiz. Mana hozir chiqadi. Mana hozir chiqadi bu. Yo'q. Mana aniqlanmoqda deyapti. Yo'q, boshqa qo'shiqni eshittirib ko'ramiz. Mana masalan. Mana qo'shiq. Mana bu qo'shiqni chiqarib berdi bizga. Biz buni xohlaganimizda skachat qilib olamiz. Mana bu yerdan. Azizlar, bunga umuman Shazam kerak emas. Ko'pchilik Shazamdan tortishadi bu qo'shiqlarni. Bizga Shazam kerak emas. Mana hozir qo'shiqni eshittirib ko'rsataman. Xuddi shu qo'shiq. Mana. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Rahmat sizdan. Sher hacker bo'ldi.